Rostdan ham shu infeksiya sababdan homila chiqib qolar ekan. To'xtatdimi yo'q, mutaxassisdan o'zidan so'rayman. Infeksiyangiz erkin aka sizmi rostdan? Ha, menman. To'ch infeksiya bormi o'zi yoki yo'qmi? Bor narsa, to'ch infeksiya bor narsa ingliz tilidan tarjima qilganda yondirmoq degani. Shuning uchun organizmni kunlar, oylar, yillar mobaynida ham yondirish degani, ya'ni kasallikka olib borish degani. Shuning uchun to'ch infeksiyasi bor bolalarda surunkali istimalar, yuqori nafas yo'llarida tez-tez shamollashi, ichlar o'tishi yoki nihoyatda kuchli qabziyat bo'lishi, ularda noziylashib ketishi, ozib ketishi, ishtaha yo'qligi shular 95% to'ch infeksiyalar. Shu infeksiya sababdan hattoki homilador ayolni homilasi ham chiqib qolishi mumkinmi? Ha, homila ham tushish ehtimoli juda katta. Agar erta kunda tushadigan bo'lsa, ular tekshirilmaydi, lekin qayta-qayta tushsa yoki qayta-qayta o'limga olib keladigan bo'lsa yoki haftani kattaroq sroklarda deydi, muddatlarda tushadigan bo'lsa, u to'ch infeksiyaga tekshirish albatta kerak. Ha, infeksiyaga chalingan bemorlar bo'lsa, sizga uchrasa bo'ladimi? Bo'ladi. 15 yil mobaynida 25 ming, 30 mingta homilador ayollarni ko'rganmiz. Homiladorlikka tayyorgarlik paytida ham ular bilan shug'ullanamiz, yuqori natija olamiz ularda davolashdan. Do'stlar, kimda infeksiya bo'yicha muammolar bo'lsa, bemalol Erkin akamga uchrashinglar mumkin. Erkin akam hozirda Andijonda va tez kunlarda esa Toshkentda ham o'z ishini olib boradi.